أمطري حبا وطهرا يا سماء واملئي الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar olsun. Mayli bir erkin mavzu qilamiz ekan. Jinlar ham roza tutadimi? Maşallah. Jinlar roza tutadi. Makkaga borsanglar Masjidul Jin, jinlar masjidi degan masjid bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda yastami'unal Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu degan oyat tushirdi. Ular Qur'oni Karimni eshitishadi. Qur'onni eshitganlaridan keyin bir-birlariga eshitinglar. Alloh taolo tarafidan tushayotgan oyatlar bor ekan, shuni eshitinglar deb aytdi deyapti. Oyatlarni eshitgandan keyin jinlar iymon keltirishadi. Jinlar iymon keltirgandan keyin insonlarga nima narsa taklif qilinsa, ya'ni farz qilingan bo'lsa, ularga ham shu farz. Nima sunnat qilingan bo'lsa, ularga ham sunnat, nima vojib qilingan bo'lsa, ularga ham vojib. Jinlarda ham ahli sunna val jamoasi bor, jinlarda ham bid'atchisi bor. Lekin insonlardan farqi, biz bu dunyoda jinlarni ko'rmaymiz. Jannatga kirgandan keyin jinlar bizni ko'rmaydigan. Shuning uchun masalan jinlarni biz ko'rmaymiz degandan keyin shu yerdan bir ahkam chiqadi. O'zi yolg'iz qolgan paytda inson kiyimlarini yechmoqchi bo'lsa, Bismillahillazi la ilaha illahu deb yechish kerak. Allohning ismi bilan, shundayki Allohdan o'zga iloh yo'q deb kiyim yechilsa, jin boshqa bir yoqdagi odamning badanini ko'rib hasad qilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrida bir sahoba kiyimini yechganda, kiyimini yetsa uni badani juda kelishgan odam ekan, kelishgan sahoba ekan. Hamma odamlar har xil bo'ladi. Bu juda badanlari chiroyli ekan, haligi nima deydi, sportsmen ekan u deydim bizda. Deganda shunday ontarib qo'yadi so'zima. Hasad. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam al-aynu haqqun wal-aynu tusib. Ko'z tegishlik haq, ko'z tegishligi bor. 20 ta sahih hadis bor. Ko'z tegishligi haqida. Yiqilgandan keyin bu inson o'ladi shekilli deb o'ylab qolishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday qilib birodarni o'ldiradi, kim bunga aytdi deganda shu odam topib kelinadi. Topib kelingandan keyin sen tahorat qilib ber deydi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tahorat qilgan suvingda bu g'usl qiladi, shu bilan ko'z tekkandan qutuladi deydi. Bir viloyatda bo'lgan voqeani aytib beradi. Bir oqsoqol bor ekanda, qorakalar juda chiroyli Qur'on o'qisa ham ko'zi bor ekan, bilasizlar, ko'zi bor deydi-yu. Ba'zi bir odamlar 99% odamning ko'zi yo'q. Rasa harakat qilib ko'radi-da, ontarmoqchi bo'ladi. Ba'zi bir odamlarda bor, o'zlari biladi ko'zi borligini. Shular haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayapti. Ko'zi bilan boshqa odamni o'ldirgan qotil deyapti. Qanday qilib birodarini o'ldiradi deydi. Qanday o'ldiradi birodarini deyapti. Shuning uchun ko'z tegayotgan paytda Qul huvallohu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin naslarda o'qilsa, inshaalloh ko'z nima qilmaydi? Tegmaydi, zarar qilmaydi. Shunda boyagi sahoba tahorat qiladi, tahorat suvini bu kishi g'usl qiladi, shu bilan ko'z degan musibatdan qutuladi. Bu endi insonlarning orasidagi. Jinlar ham sizga ko'zi tegib qolsa qiylanib yurasiz. Shuning uchun hech kim yo'q joyda kiyimlarini yechib almashtirmoqchi bo'lsa yoki hojatxona yo hammomda bo'lsa, Bismillahillazi la ilaha illahu deyish kerak. Bir qissa bor ekan, shu yerda esimga tushib ketdi. Bir oila qizini turmushga bermoqchi bo'lib, qizini chiroyli qilib kiyintiradi arab diyorlarida. Ayollar alohida, erkaklar alohida. Qizini chiroyli qilib kiyintirgandan keyin qizini ko'zi ko'r bo'lib qoladi. Ona deydi, meni ko'zim ko'rmayapti deydi. Biror narsani men ko'ra olmay qoldim, ko'zim ko'rmayapti deydi. Onasi aqlli ekan, qizim senga ko'z tekkan bo'lsa kerak. Ko'z tekkan bo'lsa kerak. Boyadan beri kelgan mehmonlar hammasi, ayollarning hammasi seni maqtayapti, juda chiroyli ekansiz, kiyimlaringiz yarashibdi, muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin, to'yda tabriklanadi. To'yga kelgan o'sha ayolni, qizini maqtagan hammasini tahorat qildiribdi. Tahorat qilib suvini to'plab qizini g'usl qildirsa, baribir ko'zi ochilmabdi. Ko'zi ko'r bo'yicha qolib, kiyabolan chaqirishib, bu bizni qizimizni ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Endi to'yda nima qilamiz? Ixtiyor sizda, hali nikohingizga olganingiz yo'q. Deganda kiyabola aytibdiki, men uylanaman, shu qizga uylana olaman. Alloh taoloning sinovi shunday bo'lsa kerak. Ko'zi ko'r bo'lsa ham men uylana olaman debdi.
ko'zi ojiz bo'lsa ham men uylanishlikka tayyorman. To'y o'tgan, o'rtadan ancha bir yil vaqt o'tgandan keyin farzand bo'lgan, 9 oydan keyin farzand tug'ilibdi, umr o'tibdi, bunday bo'lgandan keyin singlisi telefon qildi. Ertalab uyg'onsam, o'sha qiz aytayapti, uyg'onsa ko'zi ochilibdi. Oldin qanday ko'rayotgan bo'lsa, xuddi shunday yana ko'rayotgan ekan. Bu telefonni olib singlisiga chopdi, singlisi uyda. Birinchi bo'lib uydagilarga xush xabarni aytish kerak-da. Onamga ayt, ko'zim ochildi, ko'zim ko'rishni boshladi desa, singlisi yig'layapti ekan telefonda. Tez yetibki onang dunyodan o'tib ketdi deb. Ko'zi tekkan odam dunyodan o'tsa keyin qo'yib yuboradi. Hammaga tahorat qildirgan, onasini o'zini ko'zi tekkan ekan. Hammaga tahorat qildirgani o'zi esdan chiqib qolgan. Nima sababdan men bu qissani aytib beryapman? Boshqalar bizni farzandimizni ko'p yaxshi ko'rmaydi, eng yaxshi ko'rgan o'zimiz baribir. Yoki ayolimizni yoki mashinamizni ba'zi paytda o'zimizni narsalarni yaxshi ko'ramizsa, mashaalloh deyish esdan chiqib qoladi. Mashaalloh desa ko'z tegmaydi. Onasi o'tganligi uchun bu ko'zi ko'rdi, lekin uni onasi juda ham xursand bo'lib ketgan ekanda. Domla o'qib qo'ying deb ko'p olib keladi, masalan, o'qib qo'ying, tamsob qo'ying, Qur'on o'qib bering, injiqlanyapti, yig'layapti, uxlamayapti, kechqurunda qiynalyapti. O'zlarini ko'zi tegadi. 90% ota-onaning o'zini ko'zi tegadi. O'sha farzandlariga, o'g'illariga, qizlariga shar'iy muomala qilinsa, inshaalloh ko'z tegmaydi. Shar'iy muomala qilsanglar. Bismillah yoki mashaalloh Alloh taoloni bergan ekan deb xursand bo'linsa ko'z tegmaydi. Do'stingizni ko'rasizmi, qavm qarindoshni ko'rasizmi, ko'z tegmasin. Shunday qilib duo qilish kerak.